Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, 2026-yilda konteyner mahsulotlari qanchadan bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun narxini yoritib beramiz. Narxlar juda ham arzon. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod konteynerdan bo'lyapti. Videomizni boshida bitta like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa narx-navoni yoritib berishni boshladik. Qadrdonlar, qani biz bo'lmasa boshladik. Hozir sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Aka, o'zingiz konteyner maydalisiz ekan, plus profil ham ishlab chiqarasiz ekan, aka? Ha, aka, hamma o'zimizda. Mana shu profilni birinchi yoritib beraylik. Maylimi? Xo'sh, bu yerda qanaqangi profillar ishlab chiqariladi? 4 ga 4 profilimiz. Aha. 230 260 bo'ladi. Ichi ham tashi ham kraska konteynerga listidan. Aha. Qalinligi 1.7 1.8 bo'ladi. Aha. Bunimiz 1 metri 15500 so'm. 15500 so'm. Aha, buni naves qilsa necha metrgacha ko'taradi? Naves qilinsa 12 metrgacha turaveradi. 12 metrgacha ko'taraveradi. Bundan u yog'iga ham qilinsa bo'ladi. Aha. 1.7 1.8 bunisi-chi ustaga? 2 liga buni. 2 mm qalin. 2 mm qalini 17 ming so'm buni metri. 17 ming so'm 1 metr. 1 metri. Aha. Yana qanaqalari bor aka? Endi 6 ga 4imiz bor. Aha. Buni ham stenasi 2 lik. Bu ham o'sha konteyner listidan shtash kraska. Bunimiz shu 16 metrdan 20 metrgacha naves qilsa turaveradi. Bunimizda 1 metr narxi 23 ming so'm. 23 ming so'm. Ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Imkonida kelishtirib beramiz. Kelishtirib beradi. Undan tashqarisida S profil, F profil, latok hamma yo'q ishlab chiqaradi. Hammasi bor aka. Moloxorlar, qo'y oxir, zakotovkalar, turbalarni ham tayyorlab berishaveradi. Aka, mana shu listlarimiz qancha berilyapti hozirgi kunda? Listimizda yon list, tom list ikkalasi ham 1 kvadrat narx 95 ming so'm. 95 ming so'm. Buni uzunligi qancha bo'ladi? Eniga 260 230 bo'ladi. Bunaqasini kesib beraverasiz. Bunaqasiga kesib berilaveradi. Kesib berilaveradi ekan. Akalarimiz mana ko'ryapsizlar, ichkarida o'sha o'zlari profil ishlab chiqariladi. Bu stanokni yangi oldingiz shekilli, usta aka? Ha, bu o'sha list 8likdan stanogimiz. Qanchaga bo'ldi? Ha. 7000 dollar. 7000 dollar oldi. Ancha ketib qolgan-da. Shunaqa. Va shu yerdan list olsa tekinga chiqarib berasizmi yoki chepcha usluga beriladi? Qilib berilaveradi. Kelishuvga bog'liq. Kelishuvga bog'liq. Tushunarli. Xo'sh, endi mana bu 10 ga 15 profillarimiz. 10 ga 15imiz mana shu tozalangan holati 245 ming so'm. 245 ming so'm. Uzunligi qancha bo'ladi? 225 230 bo'ladi. Qalinligi? Qalinligi 3,5 4 stena bo'ladi. 3,5 nimalarga olishyapti? Ko'proq kattaroq zaniyalar ustunlariga, qorin o'rnida ham ulab turib ishlatishyapti. Ha, qoriga ham ishlatilaveradi. Xolasa ulab ham beraverasiz aka? Ha, vaqtga qarab ulab berilaveradi. Kelishilgan narxda ulab ham berilaveradi ekan. Xo'sh, mana bu lagalarimiz aka. Lagalarimiz aka, bu yerda qovurg'ali lagamiz. Aha. Bunimiz ham o'sha 230 bo'ladi. Aha. Bir donasi narxi 88 ming so'mdan. 88 ming so'mdan. Eshigi bozimiz 225 250 bo'ladi. 225 ligi 105 ming so'm, 250 ligi 120 ming so'm. 120 ming so'm. Lagamizni bir tomoni katta, bir tomoni kichigi, gibridni lagamiz. Bunimiz 73 ming so'm bir donasi. 73 ming so'mdan. Standarti ham bormi usta? Standarti ham bor. Standart qancha berilyapti? 80 ming so'm bo'lyapti aka. Bir donasi mana bular 80 ming so'mdan, ha? 80 ming so'm. 80 ming so'mdan. Bu eshikbozi kaltasi Eshikbozi uzuni. Uzuni. Qancha dedingiz uni? 120 ming. 120 ming so'm. Ruchkalarimiz? Eshik ruchkamiz 65 mingga 55 ming. 65 Katta uzuni. 55 ming so'mdan. Polliklarimiz aka? Polliklarimiz ko'rinib turgani 63 ga 163, bir donasi, ha, 1 kvadratli. 85 ming so'mdan. 85 ming so'm. Tanlab olishga berilyapti. Yoqqanini. Eng arzoni qanchadan boshlanadi? Eng arzoni 55 ming so'mdan. 55 ming so'mdan. Bu yog'i eng qimmatlari 140 ming so'mgacha. 140. Sizda hozir eng qimmat necha qanchalik? 120 ming. 120 ming so'm. Mana bu kattalarichi? Bu kattalarimiz bu molxonani hali lomboz o'rniga ikkinchi qavatga o't tashak turadigan joyga ishlatishyapti. Aha. Mana shu bir donasini buni ham tanlab olishga 220 ming so'mdan beryapmiz. Kvadrat qancha? Ya'ni kvadrati o'sha 90 ming atrofida. 90 ming so'm bir kvadrat. Mana bularimiz-chi? Mana bu yaqinlashtiramiz. Mana shularimiz aka, mana shu. Yaxshilar. Ularimizni kvadrat 120 ming so'm. 120 ming so'm. Arqa tomondagicha nimaroq ekan? Ha, 110 ming so'm. 110 ming so'm yana kelishtirib beriladi aka. Holatga qarab pollar narxi ketaveradi. Ketaveradi. Bu burchakli ko'pchilik so'rashadi ekan. Burchagimiz uzun bog'larga qo'yishadi ko'proq. Stoykaga ham qo'yishadi. Uzun bog'da. Qalin bo'ladi ekan aka? Qalin aka. Bu ham o'sha uzun bokkami deyman? Ha, shunaqa aka. Tayyorlab qo'y. Qancha uni narxi? 265 ming so'm bir donasi. 265 ming. 5 ming so'm. Aka, metalomga topshirsalar ham shu pulga borib qolsa kerak, ha, usta aka. Shunaqa aka, deyarli asosan metalomga topshiriladi-da. Xo'sh, aka 3/1da tozalangani. Tozalangani 500 ming so'm. Tozalanmaganicha? Tozalanmagani mana har bittasi 24 ming so'mdan qo'shiladi. 12 ta bo'ladi. Ha, ha. Buni lisi narxi tushib qoldi-da? Ha, bu ancha tushib qoldi aka. Mana 1 metrliklarimiz. 1 metrligimiz 24 ming so'm bir donasi. 24 ming so'm bir donasi. Xo'sh, arqalislarimiz-chi aka? Arqalislarimiz 610 ming so'm. 610 ming so'm bir donasi, ha? Bir donasi. Konteyner shuni tagi.
Tagligimiz 7 million 800 ming so'm hozir. 7 million 800 ming so'm. Aha. Bunalarimiz 50 sentliklar. 50 sentimiz 15 ming so'm bo'lyapti. 15 ming so'mdan nimalarimiz? Tomlislar. Aha, tomlislar 3'u 235 bo'lar ekan, bu. Ha, 234 bo'ladi. 34 bo'ladi narxi. Narxi 1 kvadrat 95 ming so'm. 95 ming so'm. Bu yog'i o'sha xohlagan razmerga kesib berilaveradi. Ha, bunaqasi kesib berilaveradi. Kesib berilaveradi. Metallom qancha o'qib qolibsiz aka? Metallom 4 ming. O, yana oshib qolibdi-da. Ha, yana ko'tarildi. 3700 edi, 3800, o'sha 4000 ga chiqdi metallom. Bular hammasi metallommi? Ha, bular hammasi metallom. Kunutni qanchadan beryapsiz? Tunigimizni 110 ming qilib beryapmiz. 110 ming so'm. Eshiklislarimiz. Eshiklisimiz 220 mingga 200 ming so'm. Bu ham katta kichik bo'ladi. Ha, monolarchi 13 ga 13mi, 12 ga 12mi? 12 ga 12. Stoykalik. Ha, stoykalik 2 metrlik bo'ladi. Aha. 170 ming so'm bir donasi. 170 ustunga baquvvat bo'ladi-da, bu ham Ha, ustun. bu ham ikkitasini ullansa o'zi normal ustun Normal bo'ladi. ustun bo'ladi. 93liklar. 93ligimiz 25 ming so'm. 25 ming so'm. Xunuk detdik. Mana 2,5 2,5 Ha, bo'lib. 2,5 ga 2,5imiz 5200 so'm bo'lyapti. 5200 so'm. 200 so'm qo'shilib qolyapti hozir. Ha. Metal Olamizchi palasalarimiz? Palasamiz 65 ming. 65 ming so'm. Eshiklarimiz butuni. Eshigimiz Bir qanat. 650 ming so'm kattasi. Kichkinasichi? Kampiri hamma yo'g'i bilan. Aha. Kichkinasi 550. 100 ming so'm farq qilyapti. Shunaqa. Tushunarli. Chanalarimiz usta aka? Chanamiz aka 530 ming so'm bo'lib turibdi hozir. Salkam 90 ming so'm qo'shib yubordi shular. Ha, qo'shib yubordi bir pasda. 530 ming so'm kami bormi? Kam e'tibor beramiz Chapcha aka. kelishtirib va yuklab berasizlar. Aha. Shunday usta aka? 6 ga 6chi. 6 ga 6imiz 680 ming bo'lyapti. 680 ming so'm. Ha, kami bor buni ham? Buni ham kami bor. Kami bor. Tushunarli. Usta aka, bunalarimiz, paddollarimiz. Paddollarimiz 32 ming so'm bir donasi. Nechta oyoq qo'shib beriladi? 2 ta, 3 ta qo'shib beraveramiz. 3 ta oyoq qo'shib beriladi ekan. O, tagida qancha? 8 million dedingizmi? Ha, 8 million buni kelishtirib beramiz aka. Kami bor. Usta aka, butun konteynerlar 12 metrliklari. O'rtacha 1600 1700 bo'lib turibdi. Ha, shu yerda. Holatiga qarab. 1600 1700. 6 metrliklarichi? 6 metrlar ham 800 900. 800 900. Holati yaxshilar. Kerak bo'lsa topib o'rtachalar. beriladi, menimcha usta aka. Ha, imkon qadar o'zimiz yo'q bo'lsa birortasiga yo'naltiramiz. Ha, topib beriladi. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavkalar kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda butun O'zbekiston bo'yicha yetkazdirib berilaveradi, qora aka. Ha, shunaqa aka. Yetkazdirib berishaveradi ekan. Xo'sh, menimcha qo'ldan kelgancha narxni yoritib berdik. Hozir ham arzon, ha? Ha, hozir ham sal narx yo'lida bo'lib turibdi. Sal yo'lida bo'lib turibdi. Bu yoq sezon boshlansa ko'tarilib ketadi. Qadrdon olib qo'yish kerak. Kimga kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod kommentaridan bo'lyapti. Pastda nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga jichakcha bonuslarni qilib berasizmi? Qilib beramiz aka. Qilib beriladi. Bundan tashqari o'sha qo'y oxir, mol oxiri, ularning zakotovkalari ham hammasi bor. o'zingizning qo'lingizda Shunaqa. chiqarib berilaveradi. Xo'sh. Kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bosganlar uchun kattakon rahmat. Iloji boricha tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin.